Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 20-avgust 26-yil. Sizlarga paxtasini solib ko'rsatgan zakazim tayyor bo'ldi. Bu bistarimizni ichki matrasi. Mana ustidagisini apamizni o'zlari bichib tikadilar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Paxtasi qalin qilib solingan. Hozir men sizlarga yig'ma holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana bu zarb baxmalimizdan spalniga mos tayyori 1.80 ga 2.20 lik. Keyin ko'rpamiz labli bachalariga qarashlaringiz mumkin. Mana bu villur baxmalimizdan katta ko'rpamiz, keng ko'rpamiz. Bularni tikilish jarayonini sizlarga tashlaganim uchun yoyma holatini tashlamadim. Hozir men sizlarga zarb baxmal katta ko'rpamizni yoyma holatini ham ko'rsatib o'taman. Mana bu quroq ko'rpachamiz ham tayyor holatda kelgan. Apamiz ikkita bir xil sotib olganlar, faqat paxtasini solib, shaxmat qilib qovoqlari mandan. Mana bu zarb baxmaldan katta ko'rpamiz. Spalniga mos keng ko'rpamiz yig'ilgan holatini ko'rsatdim. Mana qovoqlariga e'tibor beringlar. Astar tarafdagi qovoqlari mana. Kimga shunaqa komplektlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz, tikib tayyor qilib beraman.